Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. Jahon chempionati 3-bosqich, 3-saralash bosqich bahslarini katta qiziqish bilan kuzatib borayotgan qadrli do'stlar. Porligi ko'zimiz tushmoqda, ya'ni futbolchilar to'rt ajoyib. U yog'iga ham deb xo'sh zarba! Istinot bo'sh. Hozir Abbos tomonga o'tdi. To'p jarima maydonchasi ichida Eldor. Hozir burchakdan to'p o'yinga kiritilmoqda. Sergeyev! Igor! Tushdi-yu urdi. Uchinchi golni urdi. Tugadi do'stlar. Rahmatlar aytib qolamiz.